Navoiyda yagona bo'ladigan 4 gektarlik Family Park qurilishi boshlandi. Parkning to'liq nomi Malik Karvon Family Park. Park 2 qismdan iborat bo'ladi. Karmana tumanida va hozir biz turgan 2 gektarlik hududda zamonaviy ekopark barpo etilmoqda. Bu yer haqiqiy yashil tropik bog'ga aylanadi. Bu yerda tropik bog' va yashil hududlar, food court, VR va interaktiv ko'ngilochar zonalar, oilaviy dam olish maskanlari barpo etiladi. Parkning yonidagi yana 2 gektarlik hududda esa bolalar uchun mavsumiy ochiq park qurilishi allaqachon boshlangan. Yashil tabiatni asrash va ekologik turizmni rivojlantirish maqsadida bunyod etilayotgan ushbu loyiha Navoiydagi eng noyob oilaviy dam olish maskanlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Malik Karvon Family Park tarix, tabiat va zamonaviy hordiqni o'zida mujassam etgan yangi turistik maskan bo'ladi. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, uni ekopark haqida hali eshitmagan tanishlaringizga hoziroq yuborib qo'ying.